Toshkentning pok va yagona bo'lgan markazi Janubiy vokzaldan hammaga salom. Bugun sizlarga bitta narsani ko'rsatib bermoqchiman. Ko'p Apple iPhone foydalanuvchilari telefoni buzilib qolsa yoki telefonda qanaqadir muammo bo'lsa, ustaga shoshadi. Men kecha shunday sir aniqladimki, Apple mutaxassislari bilan ulanib, ular bilan to'g'ridan-to'g'ri telefoningizda qanday muammo bo'lsa, ularni aniqlashtirib sozlab olishingiz mumkin. Hozir shuni ko'rsataman. Xo'p, birinchi qiladigan ishimiz mana bu support programmasiga kirib olamiz. Support programmasiga kirgandan keyin bizning qurilmalarimiz chiqadi. Mening qurilma iPhone 12 Pro Max bosamiz va bu yerda qanaqa muammo bor, shularga bosamiz. Xo'p, masalan men bitta luboy muammoga bosaman. Nimada muammo bo'lyapti? Fotosda muammo bo'lyaptimi? Fotosga kiraman. Mana bu yerda Get More Help degan yozuv chiqadi. Get More Helpga bosamiz. Get More Help deb bosgandan keyin live chat chiqadi. Live chatga bosamiz. Live chatga bosgandan keyin mana bu yerga xabaringizni yozsangiz, siz bilan Apple operatori to'g'ridan-to'g'ri bog'lanadi va sizning muammongizni hal qilib beradi. Eslatma, bu faqat ingliz va rus tillarida javob beradi. Rahmat. Yanada foydali live hacklar uchun obuna bo'ling.